Agar bolangiz 2 yoshda bo'lib, uning so'zlari 100 ta va unga yetmasa, albatta bolangizni nevrolog mutaxassis ko'rikka olib borishingizni tavsiya etamiz. Sog'lom tug'ilgan bolalarda nutqiy rivojlanishning me'yorlari va ketma-ketliklari. Sog'lom tug'ilgan, hech qanday gipoksik ishemik holatlar kuzatilmagan bolalarda nutqning rivojlanishi 1 yoshdan boshlanib, ularda so'z chiqa boshlaydi. Ya'ni 1 yoshda 10 ta so'zni, 2 yoshda 300 ta so'z va 3 yoshida bemalol gapirishni boshlashadi bolajonlar. Buning sababi nimaga? 3 yoshda bolalar bosh miyasida po'stoq osti markazini melinizatsiyasi to'liq shakllanib bo'ladi va shu yoshdan boshlab ularda bemalol ong rivojlanishi va tushunchalar paydo bo'lishi shakllanib bo'ladi. Ular bemalol muloqotga kirisha oladi. Bir xil oilalarda bolasini o'sha nutqiy kamchiligi yoki nutqiy rivojlanishi sustligini hisob qilib, otasida shunday bo'lgan, onasida shunday bo'lgan deb bobosi, buvilar shu gapni noto'g'ri. O'z navbatida darhol nevropatolog mutaxassisga murojaat qilishingizni so'raymiz. Bizning BMP klinikamizda ushbu mutaxassislar sizlarni kutib qolmoqda.